Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Manzuraxon opa bilan bog'landik. Manzuraxon opa, men shu. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, shukr. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi opajon? Yo'q. Bezovta qilgan bo'lsam, avvalambor uzr so'rayman. Ayni daqiqalarda sizni Telegram ijtimoiy tarmoqlardagi Dildagi izhorlarim jonli qo'ng'iroq radio loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi bo'laman. Rahmat kattakon. Opajon, bugungi kuningiz xayrlarga, fayzu barokatga, go'zal amallarga, go'zal lahzalarga, har bir kuningizda go'zal onlarga limmo-lim o'tsin. Agar adashmagan bo'lsak, bizga yetib kelgan xabarlarga ko'ra bugun sizni tavallud ayyomingiz ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Sizni bugungiday shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz, qarshi olgan yana bir go'zal bahoringiz, xayrli yoshingiz bilan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz hamda jamoamiz, loyihamiz nomidan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzundan uzun, tanijoningiz doimo sog'-omon bo'lsin. Bunaqa yoshlarni, bunaqa bayramlarni ko'pini qarshi olib, inshaalloh ikkilanmasdan 200 yoshlarni yashang opajon. Rahmat kattakon, rahmat tilaklar uchun. Bizning loyihamizga mana shunday chiroyli, fayzli kunlaringizni chiroyli tarzda o'tkazish maqsadida juda ham mehrga limmo-lim bo'lgan tabrik nomalari-yu dil so'zlar yetib kelgan. Aynan sizning yaqinlaringiz tomonidan nima deb o'ylaysiz? Qay bir mehriboningiz bizga murojaat etgan bo'lishlari mumkin? To'g'risi bilmadim. Mehribonlarim, yaqinlarim ko'p. Albatta. Opa tutingan, singil tutingan, kelinlarim hammalari ko'p. Lekin qaysi bittasidakin to'g'risi ayta olmayman. Aynan Shu o'zimni yaqin jonlarimdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'p. Albatta har birlari uchun juda ham qadrlisiz oila a'zolaringiz tomonidan. Oila a'zolarim tomonidan singlim bor, ukalarim, kelinlarim, Shohistaxon ko'p qiziqadi buni, Umidaxon bor. Ular qildimi? Aynan qay birlardan kutgan bo'lardingiz? Shohistaxon bo'lsa kerak. Mashalloh. Singlim. Albatta. Nima uchun aynan ular? Chunki ular menga o'xshab surprizni yaxshi ko'radi, shuning uchun. Juda ham to'g'ri taxmin qildingiz. Mehr oqibatlaringizga aslo ko'z tegmasin. Ilohim mana shunday chiroyli kunlaringizga doimo bir-biringizga quvonch ulashib yurish nasib qilsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Amin. Diqqat qilasiz, sizning barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz, mehribonlaringiz, volidangiz Dilbarxon ona, akangiz Sardorbek, ukalaringiz Umidjon, Davlatyor, singlingiz Gulnoraxon, keliningiz Umida, jiyanlaringiz Azamat, Shahzoda, Bunyodbek, Shahruzbek, Behruzbek, Afruza, Dastonbek, Sabina va Mubinaxonlar nomlaridan sevgili keliningiz Shohistaxon tabrik maktubi hamda sog'inchli salomlarini yo'llab qolmoqdalar. Rahmat kattakon, shu kelinim shuni yaxshi kunlarni eslatdi. Ilohim payg'ambarlarimiz eslasin kelinimizni. Umrlar uzoq bo'lsin. Shu jiyanlarim, rahmat, hammalariga sog'lik, omonlik tilayman. Ijozat bersangiz opajon, ruxsat bersangiz albatta, mehribon singiljoningizni sizga atalgan sara tilaklari va chiroyli tabrik maktublarini o'qib eshittiraman. Xo'p. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli opajon. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun siz dunyoga kelgan eng go'zal kunlardan biri. Sizning mehringiz, samimiy tabassumingiz va qalbingizdagi poklik har bir insonni iliqlikka chorlaydi. Men uchun siz faqat qaynopa emas, balki maslahatchi, suyanch va dilga yaqin insonsiz. Sizning shirin muomalangiz, sabr toqatingiz va oq ko'ngilligingizga har doim havas qilaman. Alloh sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalb xotirjamligi va baxtli kunlar nasib etsin ilohim. Har tong uyg'onishingiz shukr va quvonch bilan boshlansin. Har bir kuningiz xayrli xabarlar va shirin lahzalarga to'lsin. Yuragingizda saqlagan barcha orzu niyatlaringiz birma-bir amalga oshsin. Ko'nglingiz hech qachon g'am ko'rmasin. Oilangizga kirib kelganimdan beri men sizdan faqat mehr va ezgulik ko'rdim. Shu mehringiz hech qachon kamaymasin.
aksincha yanada ziyoda bo'lib, atrofingizdagilarga nur sochaversin. Sizning borligingiz oilamiz uchun katta baxt va ne'mat. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, opajon. Doimo baxtli, ardoqli va e'zozda bo'lib yuring. Tirgakdirsiz yurgan yo'limda. Har ishda o'rnaksiz, opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz, opa. O'zingizni qiling ehtiyot. Mening uchun bo'laksiz, opa. Qaddingizni egmasin hayot. Menga juda keraksiz, opa. Bo'lmasangiz xarob bo'laman. Vujudimda yuraksiz, opa. Sizsiz aniq tamom bo'laman. Menga juda keraksiz, opa. Siz oq ko'ngil farishta misol. Ushalguvchi tilaksiz, opa. Bir donasiz sizga yo'q timsol. Menga juda keraksiz, opa. Siz deb kechgum butun dunyodan. Siz baxtimdan daraksiz, opa. Sizni yaxshi ko'raman chindan. Menga juda keraksiz, opa, deya mana shunday tarzda tabriknomani yakunlashgan ekan. Rahmat kelinim, shu umrlar uzoq bo'lsin. Shu tilaklarga men ham qo'shilaman. Baxtimizga sog' yursin. Shu ukam bilan baxtli taxtli bo'lib yursin. Biz ham singil deb qabul qilganmiz, opa degan bo'lsa biz uni singil deb qabul qilganmiz. Shu abadiy qolsin singilligimiz. Unutilmas singil bo'lib qolsin ilohim. Sog'lik, salomatlik tilayman. Amin. Salomat bo'ling. Mana shunday chiroyli tilaklaringizga men ham hamrohman. Sizni bugungi samimiy suhbatingiz uchun alohida tashakkurlar aytaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Rahmat kattakon, sizlar ham shu xizmatlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' omon bo'linglar hammalaring. Tashakkur. Mani juda yaxshi ko'rgan opam, qo'limdan ushlab yurgan opam, har kun erkalab turgan opam, mehribonim jonim opam.